Ijtimoiy tarmoqlarda Ozoda Nursaidova klipi ortidan mish-mishlar bo'lalagan bir vaqtda aynan gelik rusumli avtomashinaga chiqib, Sabrina Jabborovani urib ketgan qizning videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Unda kecha ko'p kulib yubordim deb xuddiki videolar ustidan kulgandek video joylagan. Bu video aynan ijtimoiy tarmoqlarda mish-mishlar tarqagan kunda qo'yilgan. O'zini obrazda tayyorlab kelibsiz. Ko'p kulib yubordim deb kecha. Ta. Serios. Yig'lab yubordi-da. 2024-yilning 7-noyabr sanasida 22 yoshli Sabrina Jabborovani gelik avtorusumli mashinasi xonanda Ozoda Nursaidova klipining suratga olish jarayonida urib ketgan. Avtomobil boshqaruvida voyaga yetmagan 17 yoshli aktrisa Sevinch Ma'rufova bo'lgan. Voyaga yetmagan aktrisaning ta'kidlashicha, operator va rejissor Shuhrat Mavlonov buyrug'i bilan avtomobil gazini bosgan va boshqaruvni yo'qotgan. Avtomobil ballonlari 2 marta jabrlanuvchi ustidan bosib o'tgan. Oldingi ballon to'liq bosib o'tgan va orqa ballon jabrlanuvchi ustida bir necha bor aylangan. Baxtsiz hodisa natijasida Sabrina Jabborovaning tas suyaklari singan. Singan suyaklar esa jabrlanuvchining o't pufagi va bachadonini yorib o'tgan. Jabrlanuvchiga 1 soat davomida birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilmaganligi oqibatida jabrlanuvchi voqea joyida 3 litr qon yo'qotishiga olib kelgan. Sabrina 4-shahar poliklinikasiga olib kelingan va 9 soatlik og'ir operatsiyadan so'ng qizning hayotini saqlab qolishiga erishilgan. Ammo qizning tas qismi noto'g'ri o'rnatilganligi oqibatida jabrlanuvchining chap oyog'i o'ng oyog'iga nisbatan 7 santimetrga uzunroq bo'lib qolishiga olib kelgan va Sabrina nogironlik orttirib olgan. Baxtsiz voqea hodisalarga keladigan bo'lsak, voyaga yetmagan aktrisani suratga olish jarayoniga Ahad Qayum olib kelgan va aktrisaning mashina haydab bilishini ta'kidlab, avtomobilni boshqarishiga ruxsat bergan. Suratga olish jarayonini tashkillashtirgan organizatorlar va bu hodisada ayblanuvchi javobgar shaxslar tomonidan keraklicha yordam ko'rsatilmagan. Jabrlanuvchiga suratga olish jarayonida texnika xavfsizligi qoidalari buzilganligi uchun shu o'tgan 4 oy davomida oyiga 500 AQSh dollaridan jarima sifatida jabrlanuvchiga taqdim etilgan va ish 1 oy o'tganligidan so'ng oxirgi jarima puli bilan yopilish ta'kidlashgan. Jabrlanuvchining onasi qizni oyoqqa turg'izish maqsadida yordam so'rab murojaat qilganda faqatgina quruq va'dalar va tahdidlarni javob sifatida eshitgan. Jabrlanuvchining onasiga agarda hodisa ma'lumot va materiallar ijtimoiy tarmoqda tarqatilsa, hozirda ko'rsatilayotgan yordamdan mahrum bo'lishi ta'kidlangan.